Assalomu alaykum hammalarga. Bugun sizlar bilan onlayn do'koningiz uchun qanaqa qilib mana shunaqa Telegram botda mini ilova qilishni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, qadamma-qadam, ketma-ketlikda qanaqa qilib yasalishi va 14 kun bepul foydalanishni ko'rsatib o'taman. Xo'p, bo'lmasa boshlaylik. Birinchi bo'lib, o'sha Telegramda qoldirgan silkamdan mana shu saytga kirib olamiz. Bu yerdan registratsiyadan o'tib olamiz. O'zingizning akkauntingizda. Men registratsiyadan o'tib olganman. Akkauntimni terib kirib olaman. Xo'p, men bu yerda ikkita do'kon yaratib ko'rganman o'zimga sinab ko'rish uchun. Yangi do'kon yaratamiz biz. Sizlar kirganingizda bu yerda ish bola bo'lmaydi. Savzdat magazin qilamiz. Xo'p, bu yerda magazinning ismi yoziladi. Sizlarniki nima bo'lsa, men soat deb qo'ydim. И bu yerga o'sha magazinning glavnisi tanlanadi. Xo'p, menda yo'q ekan, hozircha qo'ymay turamiz. Bu yerda valyuta magazin dotni tanlaymiz. Minimalniy summa 12000. Xo'p, bu yerga o'zingizlarning Telegram nickname'inglarni yozib qo'yinglar. Ya'ni admin beradi deb buni. Shaxsot. И botingizlarning tokenini so'rayapti. Bu joyda Telegramga kirib, bot Pfizer degan botga kirib olamiz. Men ochib qo'yganman. Xo'p, shuni kirib, openni bosasizlar. Запустить. И yangi bot yaratish degan joyi bor. Shu yerda bosaveramiz. Bot name'ga do'koningizning nomi, aboutga hech narsa yozish shart emas, и username'ga. Любой narsa yozaverasizlar. Botga ham oxirida faqat bot degan so'z bo'lishi kerak. Savzdat qilamiz. И mana bu yerda kalit so'z beradi o'ziga. Copy'ni bosamiz. Token botga buni joylaymiz. Savzdat magazin. Bosamiz. Soatlar. Xo'p, neaktivniy mana oxirgi ochilgani. И bu yerda tovarda turibdi. Savzdat tovar. Uje mahsulot joylasanglar bo'ladi. Bu yerga ham mahsulot nomi, masalan, soat. Kategoriya hali men qilmaganman. O'zingizlar kategoriya yaratib, bemalol qo'shib olsanglar bo'ladi bu yerdan ham. И knopka shart emas. Buni keyinroq o'zingizlar yana ham tekshirib ko'rib qilsanglar bo'ladi. Описание kerak ekan. Xo'p, soat deb yozib qo'yaman bu yerga ham. Полный описание. Bu yerga ham soat. Keyinchalik mahsulotga qarab to'ldiraverasizlar buni. Xo'p, razmer so'rayapti. Eng kichkinasini belgilab qo'ydim. Grammi 200 gram deylik. Xo'p, foto degan joyda o'sha mahsulotlarning rasmini qo'yib qo'yasizlar. Men bitta rasm qo'yib qo'yaman bu yo'lga. Joylandi. Xo'p, bu joyga soat deb yozib qo'ydim. Narxini so'rayapti. Narxi 50 ming deylik. Xo'p, stenadan skidkadan oldin narxi qancha bo'lganda 75 ming deylik. Nechta bor? Bu yerga 20 deb yozib qo'ydim. Xo'p, сохранить tovar. Уже сохранить bo'ldi. Endi nariga o'zimizdan botga kirib ko'ramiz. Startda bosamiz. Aktiv qilmadik bu yoqda. Bu yoqdan aktiv qilmasak kirmaydi. Neaktivniy turibdi. Aktivirovать qilib ko'ramiz. И mana katalog degan joy chiqdi уже. Запустить. Voyaga qilgan botimiz. Hozirgi joylagan уже soatim turibdi mana. Bitta soat joyladim, уже bittasi turibdi. Endi bu mahsulotni joyladinglar, to'lov joyini ham ulashib ko'rsataman. To'lovlari qanaqa ulanadi. Hop, bu yoqqa qaytamiz. Все magazin qilamiz. Magazin. Bu yoqda dastavka degan joyini belgilasanglar bo'ladi. Tarif sozlamalari. Bu yerda 30 minglik tarif deylik. Shahar ichida. Ichida dastavka, tavsif kerak emas. Yetkazib berish narxi 30 ming. Shahar ichida. Minimal narx sifatida ko'rsatish. Xo'p, buyurtma summasi quyidagidan boshlab bepul. Unaqa joyi yo'q bizda. NDS qo'shib qo'ysanglar ham bo'lar ekan. Xo'p, yetkazib berish muddati 3 kun deylik. Buyurtmani yig'ish, dam olish kunlari, buni ham keyin qo'shaverasizlar o'zingizlarga qulay qilib turib. Qo'llashni bosib qo'ydim men. Xo'p, do'koningizda bo'lsa agar o'zingiz olib ketish uchun degan joydan lokatsiya ham qo'shib qo'ysanglar bo'ladi menimcha. Shunaqa joyi ham bor ekan. И to'lovga o'tamiz.
onlayn to'lov va o'zida to'lov usuli. Uzum, Telegramda ham o'sha payment starslarda to'lasanglar ham bo'ladi. Click, Payme, Uzumda shu bo'lib to'lashni ham shu yerdan ulaysizlar. Bosib turib, to'lov usuli, service ID, secret key, bu yog'i endi bankdan olinadigan narsalar. Xo'p. Naqd pulda o'sha borganda beriladigan narsa. Beriladigan summada bu yerda belgilanadi. Chegirma. Masalan, do'koningizdan har bitta mahsulotga qo'shiladigan narsa o'tganiga e'tibor beringlar. 10 ming deb yozib qo'ysanglar, o'sha momentdan necha pulga sotib olsa ham 10 ming chegirma qilib beradi bu yoqda. Bu yerda iloji bo'lsa 0 qilib qo'yganinglar yaxshi ekan ham o'zingizlarga qaraydi. Naqd pul nomi. Bu yerda avtomatik o'sha xabar jo'natagan joyi bu yerda shunaqa kirib startni bosganda mana shu xabar boradi. Katalog bo'limiga o'ting. Boshqa narsaga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, endi buni 14 kunlik qanaqa qilib bepul foydalanaman desanglar, Telegram kanalida o'sha bu videoga berilgan havolani tagida bo'ladi. Alohida shu belgilab qo'yilgan bo'ladi. Shu havola orqali kirsanglar, 14 kun bemalol bepul foydalansanglar bo'ladi. Video tugadi. Hammaga rahmat. Charchamanglar.